Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Assalomu alaykum san'at shaydolari. Xabaringiz bor, mamlakatimizda ulkan islohotlar amalga oshirilmoqda. Barcha sohalarda bo'lgani kabi san'at, madaniyat yo'nalishida ham ko'plab ijobiy ishlarga qo'l urilmoqda. Juda ham to'g'ri aytdingiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Namangan viloyatiga tashrifi va faollar yig'ilishida bergan topshiriqlariga asosan maqom ijrochiligi yo'nalishini rivojlantirish maqsadida Namangan viloyati shahar va tumanlarda yashab ijod qilayotgan maqom ijrochilari va boshqa san'at yo'nalishidagi iste'dodlarni izlab topish, Namangan san'at yo'nalishidagi iste'dodlarni namoyon qilish va teleradio efirlarida targ'ib qilish maqsadida Namangan viloyati hokimligi, Namangan viloyati teleradio kanali, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi Namangan viloyati bo'limi hamda viloyat madaniyat boshqarmasi hamkorligida Marhabo talantlar televizion festivalining navbatdagi soni Mingbuloq tumanida tasvirga olinmoqda. Ushbu Marhabo talantlar televizion festivali 2025-yil davomida viloyatimizning barcha tumanlarida bo'lib o'tadi va yilning oxirida g'oliblarimiz Namangan shahrida o'tkaziladigan viloyat bosqichida ishtirok etadilar. Marhabo talantlar televizion festivali quyidagi nominatsiyalar bo'yicha bo'lib o'tadi. Eng yaxshi maqom ijrochisi, Eng yaxshi milliy estrada ijrochisi, eng yaxshi folklor guruhi, eng yaxshi askiyachilar guruhi, eng yaxshi milliy raqs ijrochisi, eng mohir so'z ijrochisi, eng yaxshi so'z ustasi, jumladan notiqlik san'ati boshlovchilik yo'nalishi bo'yicha. Tanlovimizni baholab borish uchun taklif etilgan jyuri a'zolarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Namangan viloyati teleradio kompaniyasi Namangan viloyati teleradio kanali direktor o'rinbosari Ikromxon Sodiqov. Mingbuloq tumani madaniyat bo'limi mudiri Ra'noxon Xoliqova. Mingbuloq tumani madaniyat bo'limi xoreografi Mo'tabar Jabborova. Endi navbatni ishtirokchilarimizga bersak, marhamat. Eng yaxshi maqom ijrochisi yo'nalishi bo'yicha ishtirokchimiz Ulug'bek Qodirov. Marhamat, tinglab tomosha qiling. Yığlarım ning şiddetin gül bergi Yığlarım ning şiddetin gül bergi
bandagi yaxshi sen topsang bad yaxshi sen topsang bad bilsem pişay on bulmağım vaslığa bir vada qil on bin pişay monimga ey sabah halim bari sen bir Katta rahmat. Haqiqatdan ham har bir millatni o'zini milliy qo'shiqlari, milliy yo'nalishi bo'ladi-da. Italiyalarda o'sha opera yoki jaz, pop yo'nalishlari har bitta millat ana shu o'zini yo'nalishida mazza qilib tinglaydi. Hozirgi juda ham chiroyli ashulani dillarimiz sel bo'lib tinglaydik, to'g'rimi? Va aynan eng yaxshi maqom ijrochisi nominatsiyasi bo'yicha ayni paytda ikkinchi ishtirokchimizni sahnaga taklif etamiz. Firdavs Tohirjonov Gulzorim ashulasini ijro etadi.
تعلیف قدم داده اتمش منی لاله گل رخسار خج اشکیم داده اتمش منی بر پری پیکرمی آشفته حال داده اتمش منی الگه احوالم دیمک که گل گلاب داده اتمش منی دیارم ای گل زارم باید رحمیلن یارم رحمیلن یارم یارم برگل مرادم کوی ممنی زاویت یارم عشقیت کرمش منی دیکتیل بنی بویرگکی تشلور köksüm malav madhuq din harirgeki yok macalim boyla halimden o'zing gadirgaki men havoyini nitoy o'tkirsalar doda bir yakim igma xoshi fikra dokim hilal doda itmush mini nigorim ey gulzorim yora rahmayla nigorim rahmayla nigorim yora bergil murodima qo'yma meni zoyilati nigorim مجنون الگگاه من ساوینتین بولمشم حسرتین دناولیم لغداوینتین بولمشم یارم yoray oy oy
İşqa oğazı uyan Yığmaymal Loda gitmiş beni Yavrum Ey gülzarım yara Rahmayla yavrum Rahmayla yavrum yara Bir yıl muravay Koyma beni Şirin sözünden aman ya. Namanganga borar bo'lsam minalar qilayin, dastro'molimga anjir tugib shiralar qilayin. Dastro'molimni shirasini yomg'irlar yursin yore, sizga xushtor bo'lganimni Xudoyim bilsin. Dastro'molimni shirasini yomg'irlar yursin yore, sizga xushtor bo'lganimni Xudoyim bilsin. Sog'inganda qaylarda qolding oq yolg'izim ey. Sog'inganda qaylarda qolding oq yolg'izim ey. Yalqizning shohi yolg'iza haydus. Shunday go'zal yurtimga haydus, bayramlari yarashgana haydus. Shunday go'zal yurtimga haydus, bayramlari yarashgana haydus. Hayyor yor haydus, hayyor yor haydus, yonginangda o'zim bo'lay hayyor yor haydus. Hayyor yor haydus, hayyor yor haydus, yonginangda o'zim bo'lay hayyor yor haydus.
hayyor yor hey do'st yonginangda uzun bo'lay hayyor yor hey do'st yonginangda uzun bo'lay hayyor yor hey do'st Kayfiyatingiz yaxshimi? Azizlar, dasturimiz davom etadi. Sahnaga eng yaxshi so'z ustasi nominatsiyasi bo'yicha ishtirokchimiz Muhriddin Bo'ronovni taklif etamiz. Marhamat, Bo'ronov Muhriddin. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mingbuloq tumanimizga xush kelibsizlar. Chiroyli qarsanglar bo'lsin endi. Sizlarga ikkita chiroyli she'riy satrlar bilan murojaat qilmoqchiman. Albatta, buni bittasi o'zimning qalamiga mansub. Inson zoti dunyoga kelibdiki, oldiniga o'zi ham jondan aziz bo'lgan otasidan, onasidan ko'rgan mehrni his etgach, kun kelib menga ham ota va onalik baxti nasib etsa, men ham jondan aziz bo'lgan farzandlarimga mana shu otamdan, onamdan ko'rgan mehrni bera olarmikinman deya yuraklariga shirin tugullar tugib qo'yishar ekan. Hozirgi she'rlarimiz, albatta aytiladigan so'zlarimiz otalarimizga, onalarimizga bag'ishlanadi. Ota, har tong turib duolarga qo'l ochib, baxtim tilab duo qilavering siz. Men yasharman otam duolarini olib, otajonim uzoq umr ko'ring siz. Siz o'zingiz g'amxo'rimsiz, panohim, duogo'ysiz, mehribon qiblagohim. Onam bilan 1000 yil yashang ilohim. Dadajonim uzoq umr ko'ring siz. Qo'llarini qadoq qilgan ketmoni, hech yomon so'z aytmagan bu zaboni. Baxtimga sog' bo'lsin mana shu aziz joni. Dadajonim uzoq umr ko'ring siz. Hali shunday kunlar ko'rasiz otam, yangi chopon to'nlar kiyasiz otam. Hoji ota bo'lib yurasiz otam. Otajonim uzoq umr ko'ring siz. Dadajonim uzoq umr ko'ring siz. Azizlar, albatta yuqorida otalarimizga juda ham chiroyli ta'riflar aytdik, lekin bundan onalarimiz mustasno emas. Dunyoda ulug' bir shunday siymo borkim, bu siymo oldida hammamiz ham bir umrga, butun umrga qarzdormiz. Ona nomi dengiz ostidagi marvaritdek pok saqlanib keladi. Shodliklarim sig'may ketar tanamga. Bolam deya kirib kelsa xonamga. Farishtaga o'xshar deyman, aslida farishtalar o'xshar meni onamga. Donolardan o'tib tushar zehni bor, dunyolarga yetadigan mehri bor. Allasida o'zgacha bir sehri bor, farishtalar o'xshar meni onamga. Kerak emas tilloyu zar onamga. Kerak emas qanotu par onamga. Shul sababdan farishtasiz deya olmayman, farishtalar o'xshar meni onamga. Farishtalar o'xshar meni onamga. Vaqtimizga otalarimiz, onalarimiz sog' bo'lishsin. Rahmat. Televizion festivalimizni chiroyli bir yakunlab oldik. Asosiysi Namangan viloyat radio kanali nafaqat telegramlar orqali ijtimoiy tarmoqda Instagram, Facebook, Telegram va YouTube manzillarimizda dunyoni ko'plab mamlakatlarda kuzatib borishayotgani bizni quvontiradi. Albatta, juda ham to'g'ri aytdingiz. Umuman olganda bugungi ko'rsatuvimiz juda ham qizg'in jarayonlarga boy bo'ldi. Haqiqatan ham mingbuloqliklarning ichida iste'dodli yoshlarimiz, ijrochilarimiz, san'at shaydolari ko'p ekanligiga yana bir bor guvoh bo'ldik. Bunday talantli, iqtidorli yoshlarni shakllantirishda, ularni ro'yobga chiqarishda Namangan viloyat radio kanali yaqindan yordam berishga tayyor. Hali tadbirlarimiz viloyatimizning boshqa tumanlarida ham davom etadi. Navbatdagi qahramonimiz ko'rishingiz mumkin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, yurtdoshlar sog'lik omonlikda, bag'ri o'tirlikda Namangan viloyat radio kanalida ko'rishguncha omon bo'linglar. E'tiboringiz